Mana 777 xazina inkubatorimizdan jo'jalar ochib chiqdi. Bolalar tepada yangi ochadigan kuni kelganda pastga qo'yib qo'yishgan ekan. Mana pastda ochib chiqib bo'libdi. Xudo xolasa, yana bitta ochyapti ekan. Mana olib turamiz. Mana bu yerda jo'jalar ochibdi. 1 2 3 4 5 6 7 ochibdi. 8 ta ochyapti ekan. Bu karlik degan zotli tovuq. Bittagi hamda jo'jalari mana ochib chiqdi. Qolganlari urug'lanmagan bo'lgan. Men o'zim tekshirganman. Qolgan 100% jo'jalar ochib chiqdi. Bironta qolmadi xudo. Mana 777 xazina inkubatori. Sana qopqoq. To'xta qo'yib qo'yamiz. Mana bu tuxumlar, yangi tuxumlar bular. Suvni qo'yib qo'y. Bu. Sovqatish qolmasin jo'jalar. Shunday yopamiz. Bo'ldi mana. Jo'jalarni egasini telefon qilamiz. Olib ketadi mana endi. Mana ishonchli chiqdi. Biz o'zimiz ham sinab ko'rdik. Hozir mana chislamiz. 29-oktyabr 2025 ekan.